Gentra mashinamiz keldi, e'tibor bersanglar, mordasidan juda ham qattiq urilgan. Xullas o'rtoqlar, to'nlarigacha udalib yuborgan, motor korobkalari ham bir narsalar bo'lib yotibdi. Mana motor korobkalarini ko'rsanglar bo'ladi. Bunda airbag otmagan, bilmadim, qattiq urilganligi uchun ham otmagan. Bu bilmadim, Gentrani kasalligi, ko'biltda ko'p uchrardi bu narsa. Gentrada ham uchrar ekan. Mana salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlari ham yaxshi original skener magnitofon qo'ygan ekanlar. Xullas o'rtoqlar, bu mashinani avariyli holatda sotib oldik, ko'rishingiz mumkin. Va mana shu evakuatorda olib keldik. 99lik 170 2200 nomerli evakuator butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarni qiladi. Xuddi shunaqa avariyli mashinalar bo'lsa, yo buzilib qolsa, bemalol tushirib beramiz. Abbos aka, buni qayerdan olib keldik? Bir obunachilarga aytaylik. Jizzaxdan keldik, xudo xolasa. 2 soatlik yo'lni bosib, Abbos akam bilan olib keldik. Abbos aka, qiyinchilik bo'lmadimi ortiqcha tushirishda? Hozir mana ham bemalol tushirib, hozir obязательно jarayonni ko'rsatadi. Xuddi shunday. Xullas o'rtoqlar, evakuator xizmati bo'lsa ham bemalol murojaat qilasizlar. Avariyli mashinalar bo'lsa ham bemalol murojaat qilasizlar. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Biz paxodi mana gaplashib ham tushiraveramiz mana. Mana o'zi tushadi aka.